Dersiz birinchi bo'lib savol bersam. Savolim o'zbek tilida, savol emas, ham taklif, ham savol. Albatta, xalqaro munosabatlar darajasida bu O'zbekiston uchun eng dolzarb bo'lgan muhokamaga qatnashganimdan baxtiyor his qilyapman. Endi men o'zimni katta tajribamdan kelib chiqib, 3 ta asos keltiraman. Bizda O'zbekiston mustaqilligiga erishishiga yaqin bo'lgan vaqtda darhaqiqat qonun ustuvorligi past bo'lgan. Ko'cha zamoni bo'lgan. Ya'ni ma'naviy jihatdan past bo'lgan davrda o'sha ko'cha tamoyillari keng tarqab ketgan va eng asosiy ustuvor o'shani ko'chani qonun qoidalari bo'lgan. Men endi juda ham chiroyli bo'lmasa ham misolga keltiraman. Bugungi kunda O'zbekiston uchun muhim bo'lgan korrupsiya bilan kurashish borasida xabar berganlikni afsuski bizni xalqimiz shu bugungi kungacha boshqacha talqin qiladi. 3 ta so'z bilan kuni bo'lsa ham aytaman: terpiva, kozyol va quloq. Bu tamoyillar afsuski bugungi kunda ham bizni nimamiz avlodimiz katta bo'ldi, lekin yoshlarga ham o'tib qolgan shu narsa. Endi buni davlat uchun, xalq uchun, millat uchun zarar bo'lgan korrupsiya bilan kurashish o'rniga bu davlatning ishi, davlat idoralarining ishi, menga farqi yo'q degan tamoyil bor. Hurmatli Akika Fuji xonim hozir ta'kidlaganlaridek har bitta xalqning, har bitta davlatning o'ziga xos jihatlari bor. Bizda afsuski o'sha qolib ketgan masalalar bor. Endi buni yechimlar haqida taklif qilmoqchiman. Balkim ekspertlarimizda ham bilamiz. Lekin mana qarang, O'zbekistonda o'zbek milliy qadriyatlari va albatta islomiy qadriyatlar juda yuksak. Bu borada biza Toshkent shahar korrupsiyaga qarshi kurash kengashi bilan compliance nazorat tizimi bilan birgalikda diniy anjumanlarda korrupsiyani noto'g'ri, xato, gunoh va demak jinoyat ekanligi haqida targ'ibot ishlarini ilmiy anjumanlarda va diniy anjumanlarda qorakalarimiz orqali targ'ibot qildik. Juda yaxshi o'tdi. Men aytmoqchimanki, bu masala har tomonlama O'zbekiston uchun dolzarb bo'lgani uchun bu anjumanlarni respublika miqyosida har bitta diniy anjumanda korrupsiya yomon noto'g'riligini haqida va albatta men aytayotganimdek ko'cha qoidalari eskirgan bugungi kundagi yuksak ma'naviyat qadriyatlariga almashtirish bo'yicha televideniya, ijtimoiy tarmoq va anjumanlarda targ'ibotni kuchaytirish kerak. Juda to'g'ri aytdingiz. Davlat telekanallarda faqatgina antikorrupsiya oyligida anjumanlar o'tadi. Boshqa vaqt jimjit. Xususiy kanallar umuman qiziqmaydi. Shuning uchun men o'ylashimcha davlatning imkoniyatlari darajasida mexanizmlarni ishlay solib, O'zbekiston uchun kerakli bo'lgan masalalarni ko'tarish, muhokamalar qilish. Eng muhimi faqat teleko'rsatuvlar emas. Aynan shunaqa, demak, panel diskussiyalari, podkastlar, suhbatlar kerak bo'lsa, balkim siyosiy jabhada debatlar o'tkazib turib bu masalani ko'tarish kerak. Chunki bu xalq uchun qiziq. Tushunchalarni o'zgartirish kerak va fikrimcha xalqaro darajada bu fikrlarim bo'yicha xorijiy tajribalarni bo'lishsa yaxshi bo'ladi. Rahmat e'tiboringiz uchun. Mayli ingliz tilida javob bersam, o'zbek tilida so'raganingiz uchun men ham ingliz tilida javob beraman deyaptilar. Juda ham zo'r savol. Bo'lik savol. Chunki ayni paytda siz o'zingiz savolingizga o'zingiz javob ham berib o'tkazish. Keng ommaga iloji bor savolni yechimi o'laroq sahnaga chiqadi. Ha, siz stereotiplar, o'rnashib ketgan fikrlash haqida aytdingiz. Biz bundan qochib qutula olmaymiz, lekin kurashishimiz kerak. Mening shaxsiy fikrim shundan iboratki, biz yoshroq avlodga ko'proq e'tibor qaratishimiz kerak. Yosh avlod bilan ishlashimiz kerak. Chunki bizni avlod, yosh avlod. Ularni biz stereotiplar ostida tarbiyalamasdan ularni to'g'ri mafkura ostida tarbiyalashimiz kerak. Agarda ular noto'g'ri mafkura ostida tarbiya ko'rib qolsalar, ularni o'zgartirishimiz qiyin bo'ladi. Shu sabab biz ularni maktab darajasidanoq korrupsiyaga qarshi madaniyatida o'stirib, ulg'ayib, tarbiyalatishimiz kerak. Shunda vaziyat nechog'lik oson o'zgarishini ko'rib, o'zingiz hayratga tushasiz. 4-sinf o'quvchilarimiz bizning maktabda, bizning millatimizda, ya'ni Litvada korrupsiya haqida juda ham ko'p gapirmaydi. U yerda Spiderman haqida boshqa larni bola tilida ertak shaklida aytishimiz mumkin. Lekin ular ham aytib berganlarida eshitasiz va
4 sinf bolalarini so'zlariga quloq tutsangiz, mana shu ma'lumotlarni ularga yetkazganingizdan so'ng xursand bo'lib ketasiz. Ular aytadilar, nima uchun men egasi bo'lmagan narsaga men egalik qilishim kerak? U meniki emas-ku axir. Mening narsam emas-ku, men unga tegmasligim kerak degan tushunchalar ularda allaqachon shakllangan. Chunki ularga bu narsani shu har xil hozirgi kundagi ijobiy multfilm qahramonlari, film qahramonlari shaklida ko'rsatiladi va hokazo. Va bu endi namunada va bu shunday bir ma'lumotki, bularni ichki kanallar orqali, tashqi kanallar orqali va odatiy kanallar orqali yetkazish doimiy ravishda muntazam olib borilishi kerak. Odamlarga xabar berilishi kerak. Tashkilotlarda faoliyat yurituvchilar xodimlarga, ya'ni xabar berish imkoniyati bor. Mana yo xolasangiz bu usul, xolasangiz mana bu usul, xolasangiz mana bu usulda deb va sizga shunda mana shu kafolatlar beriladi, himoya kafolatlari deb aytish kerak ularga. Va eng muhimi, agarda siz rahbar xodim bo'lsangiz, muassasaning yetakchi mutaxassisi bo'lsangiz yoki boshlig'i bo'lsangiz, mas'uliyat avvalambor sizda bo'lishi kerak. Agarda siz o'z xodimlaringizga ular ma'lumot bera olish, xabardor qila olish imkoniyati ularda kafolatlanganligini yetkaza olsangiz, standartlarga erishish imkoni bo'ladi. Avvalambor siz yuqori standartlarni belgilashingiz, o'zingizning xodimlaringizning malakasini oshirishingiz, xabardorligini oshirishingiz kerak. Undan so'ng mana shu ma'lumotni barcha keng ko'lamli xodimlar miqyosida ham yoyish kerak bo'ladi. Va aytamizku, takror orqali biz bilimni mustahkamlaymiz, mahkamlaymiz va bu umumiy qoidaga aylanadi. Umid qilaman, bu umumiy qoidaga aylanadi O'zbekiston uchun. Mening mamlakatimda bo'lganidek, bu ham sobiq Sovet iqtisodiyotidan kelib chiqqan mamlakatmiz. Biz tariximiz bir. Thank you. Milliy kengashi 2024-yil korrupsiyaga qarshi kurash Milliy kengashining 2024-yil yanvar oyidagi qarori bilan O'zbekistonda Grace dasturini ro'yobga chiqarish bo'yicha topshiriq berilgan. Ya'ni hozir Monika xonim aytganlaridek, o'sha maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, oliy ta'lim vazirligi bilan birga yoshlarni korrupsiyaga nisbatan murosasiz muhitda o'sha emlangan holatda immunitetni hosil qilish uchun darsliklarga o'zgartirishlar kiritish, o'shalarni to'ldirish masalasi bo'yicha topshiriq berilgan. Shu masala bo'yicha mana yaqinda 1-yanvarda virtual huquqni muhofaza qilish akademiyasida virtual akademiya faoliyati yo'lga qo'yildi. Virtual akademiyada ham shu yosh kontingentga tekin o'sha kurslar bor. Har bir o'sha Monika xonim aytgandek multfilmlar orqali o'sha bog'cha bolalarigacha, hatto shunaqa kontentlar darajasigacha shu masalalar yoritilgan. Mana buni akademiyadan vakillar o'tiribdi. Agar xohlasanglar o'sha virtual akademiya degan sayt bor, kirsanglar o'sha yerda hamma narsa ko'rinib turadi. Endi bu albatta takomillashtirib boriladigan jarayon. Bu birinchi masala. Ikkinchi masala, xabar beruvchilar to'g'risidagi qonunni muhokama qilish paytida aynan mana shu masalalarga birinchi alohida urg'u berildi. Haqiqatda biz endi sobiq Sovet davrida o'sha aytganingizdek sobiq sho'rolarning siyosatiga o'sha qarshi chiqqanligi har xil demak xabar beruvchilar orqali yo'qotish millatni vakillari degan talablarni ham bosib o'tganmiz. Bu narsalarni ham hisobga oldik. Bu qonunning bitta alohidaligi, bu aynan maxsus qonun o'sha trudovой kollektiv deymiz, mehnat jamoasidagi to'g'ri ishni tashkil qilish bilan bog'liq. Rahbari o'zini demak korxona deydigan bo'lsak, davlat korxonasi yoki davlat tashkilotida o'sha korrupsiyaga murosasiz muhitda yaratish uchun albatta o'sha compliance mana tizimi joriy qilingandan keyin xabar berish institutlari ham bo'lishi kerak. Chunki bu faqat tergov bilan jinoyat protsessiga bog'liq bo'lmagan holatlarni e'tiborga olishimiz kerak. Ya'ni xabar beruvchi bu boya Monika xonim aytdi, bu guvoh emas, yo'q bu jabrlanuvchi emas. U shu jarayonda qatnashchisi ichida o'tirib turib o'zini masalasi bor. Keyin boyaga diniy arboblarni imkoniyatlaridan foydalanish bo'yicha ham Milliy kengash o'sha qarori bo'yicha har bir hududiy kengashlarda ham o'sha imomlarni a'zoligi bor. Ular ham shu masalada albatta va'zlarda shu narsalarni e'tiborga olish bo'yicha topshiriqlar berilgan. Muftiyat bilan bu masala bo'yicha agentlik ishlaydi. Va eng kerakligi bitta masala bor. Endi payg'ambarimizning bir hadislari ham bor. Agar yomon narsani ko'rsang, avvalo qo'ling bilan to'xtat, qo'ling bilan to'xtatishga
kuching yetmasa tiling bilan to'xtat. Agar tiling bilan to'xtatishga ham kuching yetmaydigan bo'lsa, hech bo'lmasa dilingda shunga qarshi bo'lganligini tushunib, shunda iymonning salomatda bo'ladi degan g'oya bor. Endi bu masala bizning millatimizni haqiqiy ichida bor narsalar. Mana shu xabar berish instituti bo'ladigan bo'lsa, bu masalalarni ham albatta jarayonda hisobga olinadi va bu narsa takomillashib boradi. Lekin qonun loyihasi aynan bitta narsani e'tiborga olishlarini so'rayapman. Mehnat jamoalariga birinchi bo'lib urg'u berilgan. Ya'ni biz hali preventiv choralar haqida qayg'urishimiz kerak. Ya'ni hali jinoyat bo'lgandan keyin post factum harakat emas, oldindan hali manfaatlar to'qnashuvi bo'lgan joyi o'zi to'xtatib qolish, korrupsiyaga yo'l qo'ymaslik yo'lida yurishimiz kerak. Shuning uchun mana shu ilg'or tajribani O'zbekiston Respublikasida joriy qilish bo'yicha hozir mana qonun loyihasi ishlab chiqildi. Rahmat.